Srochni narxida 240 ming dollarga qo'yilgan xonadonimiz 200 ming dollarga sotilyapti. Sababi baraka qilingan pulni olgan odamlar qilib berisha olmaganligini hisobliga. Manzilga aniqlik kiritamiz. Yujniy vokzaldan Keyurish, Sergelini mostiga 500 metr yetmasdan 10 qo'linglarda yuqori Darxon mahallasiga kelganmiz. Qadrdonlar, ko'chaga e'tibor berasizlar. Asfaltli bo'lgan, keng razmerda qolgan hamma kommunikatsiyalarga ega bo'lgan joydan. Ya'ni mahallaning boshlanish qismidan birinchi liniyadan mana shu ko'rib turgan xonadonlar sotuvga qo'yilyapti. Fasad qismini ko'radigan bo'lsak, 10 turu 6 bot ichkariga 27 metr bo'ladi. 3-7 sotixli yer maydoniga ega. Endi siz bu yerda oldin bolalar bog'cha sifatida ham ishlatishgan ekan. Siz bu yerda do'kon sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Hamma biznesga mos keladigan joy, aka. Bemalol parkovkasiga 4 ta 5 ta mashina sig'adi. Bu yoq tarafni ko'ryapsiz, mahallani asosiy yo'li hisoblanyapti. Siz bilan birgalikda xonadonni ichkarida ko'rishga davom etamiz. Bismillah, xonadonimizga kirilishimiz bilan ko'ryapsizlar, brushatkadan chiqarilgan fasad ishlari, ta'mirdan chiqarilgan asosiy binoga chap tarafimizdan ham kirsanglar bo'ladi, yo'ligimizdan, ya'ni bemalol 3 tadan 4 tagacha mashina sig'adi. U yil ichida qurib bitkazilgan xonadon bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, tapchalar qo'yilgan, yozgi oshxonalar uchun sharoitlar qilingan. Etek tarafimizda bitta xona joylashgan, undan tashqari kladovka sifatida ishlatishingiz uchun yana bitta xona, undan tashqari bitta sanuzul uchun xona ajratilgan bo'lyapti. Hovlisiga e'tibor berasiz. Keng razmerda zeleniy zonaga joy qolgan. Asosiy binoga hovli tarafidan ham kirish imkoniyati bor. 320 kvadrat metrga joylashgan bo'ladi. Yashash maydoni asosiy binoni sizlar bilan birgalikda ko'rishga davom etamiz. Binoga kirishimiz keng razmerda hovl bilan boshlanyapti. Svet yo'li sal qorong'i bo'lishi mumkin. Xonalarning ko'rinishi. Chap tarafimizda keng razmerda zal joylashgan bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafimizdagi navbatdagi xonani ko'radigan bo'lsak, yon tarafi ko'cha tarafdan ko'rinishi, magazin yo'kida. Bog'chani kirish eshigi sifatida ishlatishgan ekan. Agar bog'cha biznesi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, yaxshi variant. Mahallani boshida joylashgan. Bu taraf birinchi qavat uchun sanuzul joylashgan bo'lyapti. Hovli tarafidan kirish eshigi, chap tarafimizda yana bitta xona bor, ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafimizda navbatdagi xona, bu oshxona bo'lyapti. Mebel texnikalari qo'yilgan, romlari hovliga qaragan, 30 kvadrat metr atrofida yer to'lasi ham bor. Ta'mirdan chiqarib yashash imkoniyati bor. Birinchi qavat 130 kvadrat metr, isitish tizimlari keladigan bo'lsa, tubli pol asosida isitiladi. Ikkinchi qavat sizlar bilan ko'rishda davom etamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan keng razmerda 4,5 ga 10 metr razmerda hovli ko'ryapsizlar. Remontlari ham yaxshi holatda turibdi. Ikkinchi qavat ko'rinishiga e'tibor berasiz. Ikkinchi qavatimiz radiator asosida isitiladi. Chap tarafimizda birinchi xonani ko'radigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi qavat uchun yuvinish xonasini ko'ryapsiz. Bu yerda gaz, svet, suvdan muammo yo'q joylar, hamma kommunikatsiyasiga ega. O'ng tarafimizda yana bitta xona joylashgan. Bu yerda ham bolalar yotoqxonasi sifatida ishlatishayotgan ekan. Chap tarafimizda yotoqxona, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. Umumiy hisobda 3-6 sotixli yer maydoniga joylashgan. 8 ta xona, 3 ta sanuzulga ega bo'lyapti. Narxini eslatib o'taman, 200 ming dollar so'rashyapti. Albatta yana tepasiga kelsangiz savdolashadigan joylari bor. Qiziqarli bo'lsa raqamni qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rib, xat hujjatini tekshirgan holatda savdosi barakasini qilsanglar bo'ladi. Bu videoni Sergeli atrofidan shunaqa shinamgina xonadon qidirayotganlar bo'lsa, yuborib qo'yasizlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.